retsept qarın salat retseptini joylayapman. İşimizni tozalangan qarinni 2 marta qaynatib to'kib tashlab, uchinchisiga qora burch, shivit, chesnok, limon, duz solib 4 soat qaynatishdan boshlaymiz. Shundagina yaman hidlari ketib, bo'shliqqina bo'lib pishadi. To'liq retseptni opisiyanida yozib qoldiraman har doimgidek. Keyin bizlara videoda ko'rsatilgan narsalar kerak bo'ladi. Qarinni sovigandan keyin videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rashni boshlaymiz. Qizil bolgarskini ham samancha shaklida doğrab olamiz. Izinden bodringdan ikkiga bo'lib parak-parakat doğrab chiqamiz. Salatning asosiy yeriga keldik. Tavana 1 cho'mich yog' solib, 3-4 qoshiq ajika solamiz. Keyin past qo'yib, 2 qoshiq paprika solamiz. Ajji masxilisidan. Aralashtirib, izinden bolgarskini keyin o'chirib, bir zaman dama qo'yamiz. Bu yerda yashirin ham siqab olamiz. Ukrop yoki petrushkani ham doğrab olib, hammasini bir idishga solib olamiz. Izinden doğralgan chesnok, kenza, duz, oltin perpravasini solib olamiz. Va ajikalı aralashmamizni solib olamiz. Shu o'rinda qarin qaynatgan qozonimni va yana bir qarayib yotgan qozonimni yumshoq haroratda. Qarinni isi bilasizlar gitmidi. Akvamarinni antijirindan foydalandim. Isam qamadi, kiram qamadi. Bir o'qda 2 qo'yamiz. Hammangizga tavsiya etaman, olib ishlatib ko'ring. Akvamarinning barcha mahsulotlaridan zo'r. Bemalol hamma do'konlardan topsangizlar bo'ladi. Endi salatimizga qaytsak, oxirinda yarim choy qoshiq uksus solib berasizlar va dasturxonga tortaverasizlar. Hammaga yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ring. Zakazda tayyorlanadigan qarin salat retsepti. Yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlanib aytib, yaqinlaringizga berib qo'ying. Sizlar bilan xorazmganlik bo'ldi.